Aka ketdikmi? Ketsak ketaveramiz. Abduqodir Husanov ko'ryapsizmi? Futbolni yoraveryapti. Og'ayni Abduqodirmi? Voy yoshligimda birga futbol o'ynaganmiz u bilan. Qo'ysangizchi. Voy ishonmaysanmi? Mana rasmi. Ko'ryapsanmi? Nuqul orqamdan yugurib yurardi. Mirzo akaga oshiring deb. Meni fintarimni o'rganib, mana yurib tangirdi futbol o'yinida. Toshkentda bo'sh yer qolmadi. Hamma joyga yangi dom qurib tashlashdi. Dom deysanmi? Ha, mana shu domlarga meni tizmam asosida qurilgan-ku. Aka, birpasda quruvchi bo'lib oldingizmi? Ishonmayapsanmi? Mana tizmalarim. Qarasam, balkonni 1 ga 1,5 qilib qo'yapti. Voy, 2 ga 4 qilayin deb aytdim. Ochiq havoda, balkonda rishotka ushlatib qo'yib, a? Hamma sohada bor ekansizda. Gaplaringizda boshlarim og'rib ketdi. O'zim ham aytdim, nafas olishim bejo deb. Men tibbiyot akademiyasida o'qib yurgan paytimda xuddi senga o'sha bittasini bosh o'rib, til orqaga ketib qolgan. Zo'rg'a hayotga qaytarib qo'yganman. Aka, mashta to'xtating. Hozir siyosat haqida gapirsam, deputat ham bo'lib qolsangiz kerak. Topdi ukan, o'zim deputatman. Xalqi dardini o'rganib yuribman.